Uzun HTML darsidagi 46 qism HTML5dagi torbat xizmatchisi. HTML5dagi web worker orqasida ijro bo'ladigan JavaScript bo'lib, torbatning iqtidoriga ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni shu xizmatchi, ya'ni web worker ba o'rin kuchurlar yengilindi, torbatning bosh qismi tinch holatda jim turaverdi. Uni navbatda internet explorerdan boshqa barliq tor ko'rgishlar qo'llaydi. Web workers sirtqi ulanish hujjati ichiga yozilg'achqa tövəndəki JavaScript obyektlərini ziyaret qılınmaydı. Mesela window obyekti, document obyekti, parent obyekti qatarlıqlar. Əmni misal qaraydigan bolsaq, mesela ma bir worker uçura bununki asli kodi mesela bu yerda start worker deb bu yerda JS kod orqali bununki ma bu xizmat nimsini bu yerda belgilab chiqqan. Mesela bunun önümünü görülen olsak, ama worker'ın icra qil degan koduk orqali icra qilsak, mayadagi sanoq sonninki soni uzluksiz eshib mangdiliki ma sanash mesela kodukka qatorliq ma betning yuzda bosh qismida bet yangilanadigan yoki bet o'zgarish bo'lib, yangi bet ichilgan holatdagi unda unum bo'lgan o'xlalatdagi ish faoliyatining hech qaysi bo'lmadi. Buni to'xtatishni bosgandan keyin bu to'xtadi.